Assalomu alaykum Sirdaryoning san'atsevar va milliy qo'shiq shaydolari. Sizlarni O'zbekiston Kasaba uyushmalari Federatsiyasi tashkil topganligining 120 yilligi hamda ustoz va murabbiylar kuni munosabati bilan Sirdaryo viloyati kengashi xalqimiz nomaddiy madaniy merosi, san'atimiz durdonasi, milliy maqom san'atini aholi va yoshlar ongiga singdirish va keng targ'ib qilish, milliy o'zligimizni anglash, madaniyatimizni har tomonlama rivojlantirish, chekka hududdagi iste'dodlarni saralab olish maqsadida 12 yoshdan 60 yoshgacha bo'lgan milliy maqom ijrochilarini, professional va havaskor iste'dodlarni hamda ansambl jamoalarini 2025-yil 29-sentyabr kuni viloyatimiz musiqali drama teatri binosida soat 10:00 da bo'lib o'tadigan Milliy qo'shiqlar qalbimizda deya nomlangan ko'rik tanlovimizga barchangizni taklif qilib qolamiz. Hurmatli iste'dodlar, marhamat, kelib ishtirok eting va o'z iste'dodlaringizni namoyon qiling.